Barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida SDG birinchi qashshoqlikka barham berish jamiyatda ijtimoiy tenglikni ta'minlash, ularning turmush darajasini yaxshilash va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga qaratilgan muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu maqsadlarni amalga oshirishda oliy ta'lim muassasalari, xususan Termiz iqtisodiyot va servis universiteti ta'lim orqali ijtimoiy lif yaratish, moliyaviy qo'llab-quvvatlash va bandlik imkoniyatlarini kengaytirish orqali faol ishtirok etib kelmoqda. Rektor stipendiyasi va davlat stipendiyalari orqali ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha Termiz iqtisodiyot va servis universitetida iqtidorli va faol ijtimoiy himoyaga muhtoj talabalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida rektor stipendiyasi tizimi joriy etilgan. Shu kunga qadar ushbu stipendiya bo'yicha universitetda 137 nafar talaba sovrindor bo'lgan. Ushbu qo'shimcha moliyaviy rag'bat ularni o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish va iqtisodiy qiyinchiliklarni yumshatishga xizmat qiladi. Shuningdek, universitet talabalari o'rtasida O'zbekiston Respublikasi davlat stipendiyalari, jumladan nomdor stipendiyalar ham ijtimoiy yo'naltirilgan stipendiya dasturlarida faol ishtirok etib, 2 nafar talaba Alisher Navoiy hamda Zahiriddin Muhammad Bobur stipendiyasiga sazovor bo'lgan. Bu esa talabalar o'rtasida keng imkoniyatlar yaratish va qashshoqlik xavfini kamaytirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Grantlar va ilmiy amaliy loyihalar orqali iqtisodiy faollikni oshirish maqsadida universitetda talabalar va professor o'qituvchilarning grantlar va loyiha faoliyatida ishtiroki qo'llab-quvvatlanadi. Xalqaro va respublika miqyosidagi grantlar, innovatsion va ijtimoiy loyihalar talabalarga qo'shimcha daromad manbaini yaratish, shuningdek, ularni ilmiy va kasbiy faoliyatlarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Grant va loyiha asosida olib borilayotgan tadqiqotlar yoshlarning bandligini ta'minlash bilan birga ularni mustaqil iqtisodiy faoliyatga tayyorlash orqali qashshoqlikka qarshi kurashish mexanizmi sifatida vazifasini bajaradi. Kontrakt to'lovlari bo'yicha shartnomalar va moliyaviy yengilliklar doirasi bo'yicha Termiz iqtisodiyot va servis universitetida ijtimoiy himoyaga muhtoj talabalar uchun kontrakt to'lovlarini bo'lib to'lash, muddatlarni kechiktirish va individual shartnomalar asosida moliyaviy yengilliklarni yaratish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Bu mexanizm talabalar uchun ta'lim jarayonini uzluksizligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Mazkur yondashuv ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish orqali qashshoqlikni avloddan avlodga o'tishini oldini olishga qaratilgan muhim chora sirasiga kiradi. Shu jumladan 33 ta nogironlar ro'yxati qilindi va moddiy va ma'naviy yordam qilinishi arafasida 100 dan ortiq oilalarga ijtimoiy amaliy yordam ko'rsatildi. Xulosa qilib aytganda, Termiz iqtisodiyot va servis universitetida qashshoqlikka barham berish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar SDG birinchi maqsadlarga muvofiq to'liq mos holda ta'lim va moliyaviy qo'llab-quvvatlash, bandlik va ijtimoiy himoyaga yo'nalishlari orqali izchil amalga oshirilmoqda. Rektor stipendiyasi, davlat stipendiyalari, grant va loyihalar, kontrakt to'lovlari bo'yicha yengilliklar, ko'rsatilayotgan moddiy va amaliy yordamlar talabalar uchun keng imkoniyatlar yaratib, ularni ijtimoiy iqtisodiy barqarorligini ta'minlashga xizmat qilmoqda.